Salam do'stlar, siz bilan batafsil men yo'lim hujum qilgani uchun sizga video yo'q, nima video olmadim. Chunki yangilarim agar u meni hujum qilmasa, salom do'lim, salom. Hayır. Ular menga endi hujum qilmaydi, chunki men ularni aqlantirib qo'ydim. Yangi binolar. Avval uyimga boray, yangi uyim qani meni. Bu juda katta qishloq, shuning uchun uyni topish qiyin. Bu yerda meni uyimga o'xshagan uylar juda ham ko'p. Mana meni uyim. Yaxshi, uylarim yaxshi. Lekin jonga cho'chib o'tkim kelyapti. O'tsam meni o'ylab ko'raman. Endi esa jonga cho'chib ko'raman. Gaplashaylik, joy bormikin menda? Menimcha qachon ochilganini bilmadim, endi ochilganini bilyapman. Bu videoni ikkinchi qismi ham bor. Agar ikkinchi qismini ko'rmoqchi bo'lsangiz, obuna va like bosib qo'ying. Tushunarlimi? Va ikkinchi qismini nima bo'lishini ko'ramiz. Salom sotuvchi. Salom, seni isming nima? Mening ismim Botir. Men ana domlardan birini sotib olmoqchiman. Yaxshi, sizdan yigirma so'm. Hozir 1 daqiqa. Bo'pti. 20 so'm ekan do'stlar. Endi esa yaxshi. Mana, hamon qaytib qo'y. Xizmat qaytib qo'y. Sotaga qo'yib qo'ying. Uyimni kaltini berasizmi? Sizning uyingizda kaliti yo'q. Nega? Chunki u uylar avtomatik ochiladi. Xohlayingizda kirib chiqasiz, xohlayingizda kirasiz. Qulflash ham kerak yo'q. Yaxshi. Nechinchi qavatda olsam ekan do'stlar? Men o'ylab ko'ray, yaxshi. Do'stlar, nechinchi qavatda olay, ayting. Siz ayting. Mayli, eng tepadagi qavatda olaman. Yo'q, o'rtadagi qavat menga yaxshiroq tuyulyapti. Men o'rtadagi qavatda olaman. 3-mi? Ha. Yaxshi, 3-chi sotimdan.